bugun Farg'ona tibbiyoti tarixida yangi sahifa. Prezidentimizning inson salomatligi davlat siyosatining eng oliy ustuvor yo'nalishi degan chaqirig'i butun hayotga tatbiq etilmoqda. Farg'ona viloyatida tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan yuzlab kompyuterlar shifoxonalarga taqdim etildi. E'tibor bering, bu so'z emas, amaliy islohot. Bu shifokor uchun qulaylik bo'lsa, bemor uchun esa samaralik demakdir. Farg'ona viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Bobur Qahramonovich shunday deydi: har bir shifokorning xonasida kompyuter jihozi bo'lishi shart. Bu ishni osonlashtiradi, sifatni oshiradi. Eng muhimi esa xalqimizning sog'lig'iga xizmat qiladi. Aynan mana shunday tashabbuslar davlat rahbarining sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish to'g'risidagi qarorlari asosida amalga oshirilmoqda. Farg'ona tibbiyotida esa yangi texnologiya, yangi fikr, yangi mas'uliyat. Shifokorlarga hurmat, xalqimizga esa sog'lik.